Bir qizning qimmati uning qanchalik pul topa olishida emas, balki bir oilani qanchalik illiqlikqa va mehr-muhabbatga to'ldira olishida. Bir qizning qimmati uning chiroyining qanchalik go'zal bo'lishida emas, balki qanchalik kishining qalbini go'zallikka ega qila olganligida. Bir qizning qimmati uning olgan bilimining oz ko'pligida emas, balki shu bilimini qadrlaganligi va avlodlarga to'g'ri yo'sinda yetkazganligida. Bir qizning qimmati u qandaqdir ma'lum narsada bo'lmasdan, balki uning ish-harakatlari va kishilarga qilgan marhamatida. Bir qizning qimmati uning "men qiz" degan nomga loyiq holda yashay olganligida. Shunaq bir qizning qimmati qandaqdir uning mol dunyosi, chiroyi, go'zalligi va yoki boshqa narsada bo'lmasdan, balki din-diyonatida. Go'zal qalbi bilan axloq nomusida chang turib, o'z hurmatini saqlay olganligida.